Agarda siz ushbu 3 ta xatoni qiladigan bo'lsangiz, intervyu bosqichidan aniq o'tolmasligingiz mumkin. Birinchisi, aviakompaniya haqida yetarlicha ma'lumot bilmaslik. Siz ishga topshirayotganingizda qayerga ishga topshirayotganingiz haqida to'liq ma'lumot bilishingiz kerak. Ikkinchisi, uyatchanlik. Siz o'ylashingiz mumkin, agarda men odobli bo'lsam yoki uyatchan bo'lsam, bu menga plyusga ishlashi mumkin deb. Lekin aviatsiyada bu aksincha. Agarda siz uyatchan, o'zingizning fikringizni yetarlicha yetkazib bera olmaydigan bo'lsangiz, ishga oluvchilar o'ylashadiki, bu odam samolyotda 50 ta 100 talab passajirlarning hayotini, xavfsizligini qanday qilib ta'minlaydi degan savolni o'zlariga berishadi. Uyatchanlik ham sizga imtihondan o'tolmasligingizga sabab bo'ladi. Ikkinchisi, imtihonga kerakli holatda, ya'ni forma va tashqi ko'rinishlarga e'tibor bermasdan turib borish. Tashqi ko'rinish aviatsiyada birinchi o'rinda turadi. Agarda siz tashqi ko'rinishingizga, formangizga va tayyorgarligingizga alohida e'tibor bermasangiz, shunchaki vaqtingizni bekorga sarflagan bo'lasiz. Agarda bort sotuvchilik kasbiga qiziqsangiz, bundan to'liq tayyorgarlik olishni istasangiz, Aeropress Academy'ning to'liq darsliklariga yoziling va professional ustozdan professional darsliklar oling.